Assalomu alaykum and welcome back to Finance Molim channel. Va bugungi darsimiz amaliy mashg'ulot bo'lib o'tadi. Ya'ni biz chapter 1 ni tugatdik. Ya'ni birinchi bo'limda o'rganilgan nazariy bilimlarni amalda qo'llab ko'ramiz. Va bugungi dars rejamiz quyidagicha. Birinchi bo'lib SSA Study Hub'dan quizlar, ya'ni har bitta paperga, shu chapterga bo'lib chiqqan va har bitta chapterda 5 tadan quiz bor. Bunda o'sha general knowledge, ya'ni umumiy bilimni tekshiruvsi bo'ladi. Ikkinchi bo'lib BPP revision kitdan hamma savollarni ko'rib chiqamiz. Va uchinchi bo'lib Kaplan exam kit, ya'ni Kaplandagi misollar sizlarga kuzatuvchilar uyishi bo'lib qoladi. Nega BPP ni ko'rib chiqamiz? Chunki birinchi darsda ham reliable and useful source'da gaplashib o'tgandik. BPP exam focused questionlar bo'lgani uchun, o'shaning uchun BPP ni ko'rib chiqish kerak. Va Kaplan ham buni bir-biridan ajratib bo'lmaydi. Masalan, savollar tug'ilishi mumkin. Masalan, Kaplandan ishlagan yaxshimi yoki BPP dan ishlagan yaxshimi degan savollar tug'ilishi mumkin. Masalan, ko'pchilik SSA studentlar orasida ikkalasini ham ishlab chiqish kerak iloji boricha. Masalan, Kaplandagi savollar sizlarni o'sha understanding, ya'ni tushunishinglarni oshirib bersa, BPPdagi savollar bu examga fokused bo'lgani uchun imtihonga tayyorlaydi. SSAdagi savollar quizlar bo'ladi, keyin practice testlar bor. Buni qo'shimcha, ya'ni o'zingizlarni qanaqadir agar weakness taraflar bo'ladigan bo'lsa, qaysidir mavzularda o'shalarni rivojlantirish, mukammallashtirish uchun SSA Study Hub'dan ham misollarni ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Va bitta foydali kanalni ulashmoqchiman. F-Watch Financial Accounting degan kanal. Bu Telegramda. Men QR kodni skaner qilish orqali ham o'tishingiz mumkin. Bunda BPP, Kaplan yoki boshqa MOOC'larni aynan o'sha F-Watch, ya'ni Financial Accounting uchun foydali bo'lgan materiallarni topishingiz mumkin. Bu o'zim shaxsiy kanalim emas, lekin foydali bo'lgani uchun sizlar bilan ulashib qo'ymoqman. Savollarga o'tishdan oldin bitta narsani eslatib qo'ymoqchi edim. Har bitta savolga o'tganimizda videoni pauzaga qo'yib, birinchi o'zingiz ishlab ko'ring. Keyin men to'g'ri javobini aytaman. O'zingiz javobingizni tekshirib olasiz. Keling, endi savollarga o'tamiz. Birinchi o'sha SSA Study Hub'dan birinchi savol: There are a number of statements within a set of financial statement, ya'ni moliyaviy hisobotlar bir nechta hisobotlardan tashkil topgan. Which of the following is the least likely to be included within a set of financial statement? Ya'ni quyidagi qaysi hisobot financial statementlarda aks etmaydi? Mana bitta list deyapti, ya'ni o'zi katta harflar bilan ham berib qo'ygan. Ya'ni o'shani e'tibor berishingiz kerak. List. Most degani ko'p, least degani kam. Ehtimoliy darajasi, ya'ni kam, ehtimoliy darajasi kam qo'shilishini. Buni birinchisi A, statement of profit or loss, ya'ni income statement. Bu 100% financial statementlarda ichiga kiradi. Statement of cash flows bu ham 100% kiradi. Mana keyingisi statement of key business ratio, ya'ni ratiolar. Ratiolarni hisoblab shunaqa moliyaviy hisobot tuzish mumkin. Buni o'tmovdik. Agar o'sha birinchi darsga refer qilsanglar ham asosiy 5 ta elementni sanab o'tgandik. Mana D varianti statement of financial position bu ham kiradi. Va yana bizda change in equity bor edi. Change in equity, ya'ni bu yerda agar 1, 2, 3, 4 deydigan bo'lsak, 5-imiz bu notes. Ya'ni notes to financial statements, ya'ni 5 ta asosiy moliyaviy hisobot bor. O'shanda birinchi savolimizga javob C bo'ladi. Ya'ni statement of key business ratio. Ya'ni bu business key ratiolarni faqat katta kompaniyalar kiritishi mumkin. Kichkina yoki o'rta ko'lamdagi kompaniyalar buni kiritmaydi. Asosiy mana shu 5 ta moliyaviy hisobot tuzadi. Bu majburiy bo'lmaydi. Keyingi savolga o'tsak, how a business operates will determine the legal framework it faces and the sources of funds it can access. Ya'ni bunda the business entity mavzusi bo'yicha savol ketyapti va biznes qanaqa turda ish olib borishi, ya'ni 3 ta turdan bittasida olib borishi mumkin edi. Sole trader, partnership yoki limited liability company. O'shanga qarab o'zi tipiga mos frameworkga tushish kerak bo'ladi.
Xo'sh, mana nima deyapti? Which of the following statements is false? Ya'ni quyidagi qaysi bitta variant xato deyapti. Endi variantlarni birma-bir o'qib chiqsak, A varianti: a business may operate as a limited company rather than as a sole trader for tax reasons deyapti. Ya'ni bu to'g'ri. Chunki limited company shu bitta advantage tarafi bu o'sha tax advantage edi. Ya'ni taxdan yuchish uchun bizneslar o'sha limited company qilib ish olib borishi mumkin edi. B optionda a partnership can only be formed if a partnership agreement is drawn up deyapti. Ya'ni partnership hamkorlik uchun qachon shu shirkat format deyapti, ya'ni tashkil etiladi. Agar o'sha partnership agreement tuzilsa, ya'ni yozma qilib qo'l qo'yib tuzilsa deyapti. Bu noto'g'ri. Partnership bo'lish uchun imенно o'sha rasmiy qanaqadir xat hujjatlar, qo'llar kerak emas. Shunda orally ham, ya'ni og'zaki ham tuzib, o'sha billa biznes qilishga kelishib, o'sha partnership ham forum qilib biznes tuzsa bo'ladi. Endi keyingi variantlarni ham ko'rib qo'ysak, C bilan D da nima deyapti? Mana C da a limited company not its shareholder has a legal ownership of its own assets. Ya'ni limited company bilan ownerlari, ya'ni shareholderlar alohida entity, ya'ni separate entity edi. Shuning uchun limited companyni nomiga olingan assetlar, ya'ni aktivlar kompaniyaniki hisoblanadi, shareholderlarniki emas, ya'ni aksiyadorlarniki emas. Xuddi shunaqa aksiyadorlarning ham assetlari, ya'ni aktivlari yoki boshqa pul mablag'lari kompaniyaniki emas, faqat shareholderlarning o'ziniki deb hisoblanardi. Shuning uchun bu ham to'g'ri. Bu ham to'g'ri gap. True. Va to'rtinchisida, ya'ni D da sole trader often use bank overdraft as a significant source of finance. Bu ham to'g'ri. Ya'ni bank overdraft nima degani? Bank overdraft bu qanaqadir o'sha bankda o'sha balansi bor, o'sha minusga kirib ketadi. O'zi masalan $5000 puli bor deymiz, qaysidir bankda. Bank balance. 5000 puli bor. Masalan 6000 lik qanaqadir xarajat qilmoqchi. O'shanda bank overdraft ochiladi, minus o'sha 1000 yozib qo'yiladi. Chunki 6000 ga qanaqadir masalan mashina sotib oldi deylik, vehicle purchase qildi, o'shanda 5000 ketadi, 1000 ga o'sha bank overdraft ochib qo'yiladi va buni qachondir yana boshqa pul tashab, o'sha 1000 ni minus qilib yuboradi. Shuning uchun bitta sole trader bu ham bitta source finance qilishi, ya'ni moliyalashtirishni shu bank overdraft. Chunki bu hech qanaqa share chiqarmaydi yoki buni partnerlari ham yo'q. Shuning uchun bank overdraft bitta significant source of finance hisoblanadi. Xo'sh, keyingi savolga o'tsak, 3-savolimiz. Naima is a sole trader who runs a grocery business. Ya'ni Naima oziq-ovqat biznesini yurg'izadigan yakka tadbirkor. Which of the following is most likely to be interested in Naima's financial statements deyapti. Ya'ni quyidagilardan qaysi bittasi financial statement, Naimani moliyaviy hisobotlari haqida qiziqadi deyapti. Optionlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, Naima's auditors. O'zi sole trader bo'lgani uchun bu audit qilinmaydi o'zi. Audit qilish yakka tadbirkorligiga juda ham qimmatga tushadi. Asosan yakka tadbirkorlik shu yangi biznes, startaplar asosan yakka tadbirkorlik bo'lgani uchun ularga bu o'sha cost benefit tarafdan qulay tushmaydi. Ikkinchisi Naima's customers, ya'ni klientlar ham financial statementlar haqida emas, ular ko'proq o'sha produkt haqida qiziqishlari mumkin. Naima's bank manager, bu to'g'ri. Ya'ni oldingi savolda ham ko'rdik, o'sha bank overdraft asosiy finance source bank overdraft bo'lgani uchun o'sha bank manager qiziqishi mumkin. Naima's shareholders, bu shareholder o'zi umuman yo'q, bu sole traderda, shuning uchun bu umuman bu savolga to'g'ri ham kelmaydi. Keyingi 4-savolga o'tsak, which of the following is not a component of financial statements? Ya'ni quyidagilardan qaysi bittasi moliyaviy hisobotlarning komponenti emas deyapti. Ya'ni mana notni katta berib qo'ygan, ahamiyat berishingiz uchun. Shu savollarda juda ham sinchkovli muhim rol o'ynaydi. Endi variantlarga qarasak, mana A optionda a statement of profit or loss and other comprehensive income. Bu 100% komponenti. B deyapti, a statement of change in equity. Bu ham komponenti, shu 5 ta komponentda bittasi. A cash flow forecast. Bu
majburiy emas va bu komponent emas. Mana accounting policy and explanatory notes, ya'ni o'sha notes. Bu ham komponenti. Yuqorida ham gaplashib o'tgandik. Cash flow forecast bu tuziladi, ya'ni katta bizneslar yoki o'rtacha bizneslar tuzishi mumkin cash flow forecastni, lekin bu financial statementni komponenti sifatida tuzilmaydi va bu majburiy hisoblanmaydi. Keyingi va oxirgi savolga o'tsak, which of the following users of financial statement has least needed of published financial information deyapti. Ya'ni quyidagi moliyaviy hisobotlarning foydalanuvchilari least need deyapti, ya'ni least eng kam degani. Ularga mana shu financial information, ya'ni moliyaviy ma'lumotlar publish qilinishi kam ahamiyatga ega. Variantlarni ko'rib chiqsak, potential investors and their advisors, ya'ni potensialniy investorlar deyapti, ya'ni investitsiya qilmoqchi bo'lgan, masalan, qiziqish bildirib turgan yoki ularni advisor, ya'ni maslahatchilar deyapti. Bularga kerak, bularga juda ham kerak. Va directors and management deyapti, ya'ni mana X qilaylik. Noto'g'ri, ya'ni kerak deb tik qo'yarman, ya'ni bu xato variant. Mana B da directors and management deyapti, ya'ni bularga publish qilinishi unchalik ham joy kerak emas, chunki bular o'zi ichki xodim bo'lgani uchun bular o'zi ham access bor, ya'ni bularda o'zi ham ko'ra oladi. Employees and their representative, bularga ham unaqa kerak emas. Customers and suppliers, bular ham financial information haqida qiziqmaydi. Shunda to'g'ri javob B bo'ladi.